Bu videoda hozir sizlarga qanaqa qilib parallelniy parkovka qilishni o'rgataman. Xuddi mendaka qilsanglar 100% imtihondan o'tib ketasizlar. Ana endi parallelniy parkovkaga kelyapmiz. Qaraysizlar, garaj 3 desa ham bo'sh. Demak, sizlarga eng osoni bu yoqda o'rtadagi parallel parkovkaga qilganinglar. Ikkinchisiga, birinchisi mana o'tga turamiz to'xtamasdan. Mashinaga e'tibor beringlar. 10 tomonga yaqin olib kelishingiz kerak. O'tirgan joyingizda o'rtada ko'rinib keladi palasa. Ana endi mashinani orqasini shu taxtachaga to'g'rilab to'xtatishimiz kerak. Taxtachani tagida oq palasa turadi. Oq palasaga mashinani to'g'rilab to'xtatamiz. To'xtagandan keyin skorost zarning ko'ramiz. Rulni turgan joyda garaj tomonga hammasini burib olamiz. Birinchi bo'lib 1,5 оборот rul buriladi. Bakoga qaranglar, oq palasaga balon chiqib ketishi kerak emas. Bu tomonni ko'rib olganingizdan keyin o'sha chap tomon o'zingizlarning bakoingizdan ishlaysizlar. Garajda ichki burchagini topishimiz kerak. Ichki burchagi deganda bu yoqda ham xuddi shunaqa taxta fishka turadi. To'xtadik. Rulni joyiga qo'yamiz. 1,5 оборот. Endi yerda sariq uzuq palasa bor. Baloninglarni orqa balonni sariq uzuq palasani ustiga to'liq olib chiqib to'xtatishingiz kerak. To'liq ustiga chiqqanda to'xtatamiz. Rulni hammasini naborot chap tomonga buramiz. 1,5 оборот rul buriladi. Bu yog'iga 10 bakoy bilan ishlaymiz. 10 bakoydan qarasak, oq palasa turibdi. Ikkita balonimizni oq palasani ustiga rovni chiqarib, tekis bo'lganda to'xtatasizlar. Rul shu holatda turadi. Skorost xalastoy birga urib 3 sekunddan keyin chiqib ketishingiz kerak. Orqaga qaraymiz, mashina yo'q bo'lsa, birinchi qatorga emas, ikkinchi qatorga tushib, yog'iga chorrahaga chiqib ketaveramiz yana. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Driving School bilan prava olish juda ham oson.